Tasavvur qiling, siz ertalab uyg'ondingiz. Oldingizda yana bir oddiy kun turibdi. Telefon qo'lda, fikrlar tarqoq, reja yo'q. Ichingizda esa hayotimni o'zgartirishim kerak degan ovoz bor. Lekin nimadan boshlashni bilmaysiz. Katta maqsadlar bor, orzular bor, lekin birinchi qadam qayerda? Admiral William Makrevenning mashhur "To'shagingizni to'g'rilab qo'ying" g'oyasi aynan shu savolga javob beradi. U oddiy, juda sodda, hatto kulgili tuyuladigan haqiqatni aytadi. Agar hayotingizni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, avvalo kuningizni tartibga soling. Kuningizni tartibga solmoqchi bo'lsangiz, birinchi kichik vazifani bajaring. Bu vazifa esa to'shagingizni to'g'irlang. Bu gap shunchaki uy yumushi haqida emas. Bu intizom haqida. Bu o'zini boshqarish haqida. Bu men bugun hech bo'lmaganda bitta ishni to'g'ri bajardim degan ichki g'alaba haqida. Chunki inson katta ishlarni birdan boshlamaydi. Katta g'alabalar ko'pincha juda kichik, ko'zga ko'rinmaydigan odatlardan boshlanadi. Makreven Texas universiteti bitiruvchilari oldida nutq so'zlar ekan, juda kuchli fikrni aytadi. Bu yerda boshlangan narsa dunyoni o'zgartiradi. Bu shior oddiy tuyulishi mumkin, lekin uning ma'nosi chuqur. Agar 8000 nafar bitiruvchi har biri 10 kishining hayotiga ijobiy ta'sir qilsa, ular ta'sir qilgan insonlar ham yana 10 kishiga ta'sir qilsa, bir necha avloddan keyin millionlab insonlar hayoti o'zgaradi. Demak, dunyoni o'zgartirish uchun avval o'zingizdan boshlash kifoya. Ko'pchilik hayotida katta burilish bo'lishini kutadi. Kimdir katta imkoniyat kelishini kutadi. Kimdir boyib ketishini, mashhur bo'lishini, hayoti birdan o'zgarishini xohlaydi. Lekin hayot odatda birdan o'zgarmaydi. Hayot har kuni qilinadigan kichik tanlovlar orqali o'zgaradi. Bugun vaqtida turdingizmi? Bugun rejangizni bajardingizmi? Bugun qo'rqayotgan ishingizga qo'l urdingizmi? Bugun kechagi o'zingizdan ozgina bo'lsa ham yaxshiroq bo'ldingizmi? Admiralning birinchi sabog'i shunday. Kunni kichik g'alaba bilan boshlang. To'shakni to'g'irlash mayda ishdek ko'rinadi, lekin shu mayda ish sizga tartib beradi. Tartib esa ishonch beradi. Ishonch keyingi vazifaga kuch beradi. Keyin yana bittasiga. Shu tariqa kichik g'alabalar katta natijalarning zanjiriga aylanadi. Agar kuningiz yomon o'tsa ham, kechqurun uyga qaytganingizda sizni tartibli to'shak kutib turadi. Bu sizga shuni eslatadi. Bugun hammasi ideal bo'lmagan bo'lishi mumkin, lekin men hech bo'lmaganda bir ishni to'g'ri qildim. Ertaga yana imkoniyat bor. Ikkinchi saboq: hayotda sizga eshishga yordam beradigan odamlarni toping. Inson yolg'iz katta marralarni zabt eta olmaydi. Dengizdagi qayiqni tasavvur qiling. Agar bir nechta odam birgalikda eshikka eshsa, lekin har biri har xil tomonga harakat qilsa, qayiq oldinga yurmaydi. U chayqaladi, adashadi, hatto ag'darilib ketishi mumkin. Hayot ham shunday. Yonimizdagi odamlar bizni ko'tarishi ham, cho'ktirishi ham mumkin. Shuning uchun o'zingiz ishonadigan 3 tur kishini aniqlang. Ular bilan munosabatni mustahkamlang. Sizga faqat maqtov aytadigan emas, kerak bo'lsa rostini aytadigan, qiyin paytda yoningizda turadigan, sizni oldinga undaydigan insonlar kerak. Hayot bo'ronli dengizga o'xshaydi. Bunday dengizda yolg'iz suzish juda qiyin. Ishonchli jamoa esa sizga kuch beradi. Uchinchi saboq: insonni tashqi ko'rinishiga qarab baholamang. Makreven maxsus tayyorgarlik jarayonida kichkina nimjon ko'ringan bir kursantni ko'radi va uni uzoqqa bormaydi deb o'ylaydi. Lekin keyinchalik o'sha yigit eng kuchli, eng chidamli va eng hurmatga sazovor jangchilardan biriga aylanadi. Bu hayotdagi muhim haqiqatni ko'rsatadi. Haqiqiy kuch tanada emas, yurakda bo'ladi. Ko'pincha odamlar tashqi ko'rinishga aldanadi. Kimdir baland bo'yli, kuchli, dadil ko'rinadi, lekin ichida sabr yo'q. Kimdir esa oddiy, jim, ko'zga tashlanmaydi, ammo ichida tog'dek iroda bo'ladi. Hayotda insonning asl kuchi qiyinchilik kelganda bilinadi. Qiyin vaziyatda kim chekinadi, kim oxirigacha boradi. Mana shu haqiqiy o'lchov. 4-chi saboq: hayot har doim adolatli bo'lmaydi. Buni qabul qiling. Maxsus tayyorgarlikda shakarli kulcha deb ataladigan jazo bo'lgan. Nomi yoqimli eshitiladi, lekin aslida bu juda og'ir sinov edi. Kursantlar suvga sho'ng'ib, keyin qumga belanib, butun kun shu holatda yurishlari kerak edi. Eng qizig'i, ba'zan ular hech qanday xato qilmagan bo'lsa ham jazolanishardi. Chunki instruktor baribir kamchilik topardi. Bu hayotga juda o'xshaydi. Ba'zan siz hammasini to'g'ri qilasiz, lekin natija siz kutgandek bo'lmaydi. Ba'zan mehnat qilasiz, lekin tan olinmaysiz. Ba'zan adolat izlaysiz, lekin hayot sizga og'ir dars beradi.
Bunday vaziyatda nega aynan men deb o'tirish foyda bermaydi. Eng to'g'ri yo'l vaziyatni qabul qilib oldinga yurish. 5-saboq. Muvaffaqiyatsizlik sizni sindirmasin, balki kuchaytirsin. Maxsus mashg'ulotlar sirk deb atalgan qo'shimcha jazo bo'lgan. Agar kimdir topshiriqni bajara olmasa, yana 2 soat og'ir mashq qilgan. Charchoq ustiga charchoq, og'riq ustiga og'riq. Lekin vaqt o'tib, aynan shu sirkka ko'p tushgan kursantlar eng kuchli jangchilarga aylangan. Chunki ular muvaffaqiyatsizlikdan qochmagan, ular uni mashq sifatida qabul qilgan. Hayotda ham shunday. Yutqizish tugash degani emas, xato qilish siz yaroqsiz degani emas. Muvaffaqiyatsizlik bu sizga berilgan qo'shimcha mashq. Agar undan to'g'ri xulosa chiqarsangiz, u sizni kuchli qiladi. Har bir xato sizga nimanidir o'rgatadi. Har bir yiqilish sizga qanday turishni ko'rsatadi. 6-saboq. Ba'zan tavakkal qilish kerak. Makreven mashg'ulotlarda xavfli arqonli to'siqdan o'tish kerak bo'lgan. Uni sekin xavfsiz usulda bosib o'tish mumkin edi, lekin uni boshqacha yo'lni tanladi. Tezroq, xavfliroq, lekin natijaliroq. Shu tajriba unga katta maqsadlarga erishish uchun ba'zan qo'rqinchli yo'lni tanlashga to'g'ri kelishini o'rgatdi. Albatta har qanday tavakkal aql bilan bo'lish kerak, lekin doim xavfsiz yo'lni tanlayverish ham insonni o'stirmaydi. Yangi ish boshlash qo'rqinchli. Odamlar nima deydi deb o'ylaysiz. Pul yo'qotishdan, xato qilishdan, muvaffaqiyatsiz bo'lishdan qo'rqasiz. Lekin ba'zan aynan shu qo'rquv ortida siz kutgan imkoniyat turadi. 7-saboq. O'zingizning akulalaringizdan qochmang. Makreven suvda akulalar bor hududda mashq qilganlarini eslaydi. Kursantlarga bitta qoida aytilgan. Agar akula yaqinlashsa qochmang, vahimaga tushmang, joyingizda turing. Agar hujum qilsa, bor kuchingiz bilan qarshilik ko'rsating. Hayotda ham akulalar bor. Bu sizni qo'rqitadigan odamlar, bosimlar, muammolar, qarzlar, tanqidlar, muvaffaqiyatsizliklar, boshqalarning fikri. Agar ulardan qochsangiz, ular yanada kuchli ko'rinadi. Lekin ularga tik qarasangiz, ichingizdagi jasorat uyg'onadi. Ba'zan muammoni yengishning yagona yo'li undan qochmaslikdir. 8-saboq. Eng qorong'i lahzalarda eng yaxshi holatingizni ko'rsating. Hayotning eng og'ir paytlarida insonning asl kimligi bilinadi. Hamma yaxshi bo'lganda kuchli ko'rinish oson, lekin muammo kelganda, qo'rquv bosganda, umid so'ngandek tuyulganida o'zingizni qo'lga olish, mana bu haqiqiy kuch. Makreven aytganidek, ba'zan qo'rquv va zulmat ichida ham vazifani bajarish kerak. Chunki hayot siz qulay sharoit kutayotganingizni kutib o'tirmaydi. Katta insonlar aynan qiyin vaziyatlarda shakllanadi. 9-saboq. Og'ir lahzalarda boshqalarga umid bering. Jahannam haftasi deb atalgan mashg'ulotda kursantlar sovuq loyda, charchoq va umidsizlik ichida turishgan. Instruktorlar ularga taslim bo'lishni taklif qilishgan. Shu paytda bir kursant qo'shiq ayta boshlagan. Uning ovozi zo'r bo'lmagan, ohangi ham mukammal emas edi, lekin unga boshqalar qo'shilgan. Bir necha daqiqadan so'ng butun guruh qo'shiq ayta boshlagan. Shu kichik harakat hammaga umid bergan. Demak, ba'zan bitta odamning ovozi ham butun jamoani qutqaradi. Siz ham kimningdir hayotida shunday odam bo'lishingiz mumkin. Bir og'iz dalda, bir yaxshi gap, bir kichik yordam kimdir uchun katta kuch bo'lishi mumkin. 10-saboq. Hech qachon qo'ng'iroqni chalmang. Mashg'ulot lageridan mis qo'ng'iroq osilgan bo'lgan. Kim taslim bo'lishni xohlasa, shu qo'ng'iroqni 3 marta chalardi va barcha azoblardan qutulardi. Lekin bu eng oson va eng og'ir qaror edi. Chunki shu bilan u o'z orzusidan voz kechardi. Hayotda ham har kimning o'z qo'ng'irog'i bor. Kimdir qiyinchilik ko'rsa, orzusidan voz kechadi. Kimdir tanqid eshitsa, boshlagan ishini tashlaydi. Kimdir birinchi muvaffaqiyatsizlikdan keyin mening qo'limdan kelmas ekan deydi. Lekin Makrevenning asosiy darsi shunday: nima bo'lishidan qat'iy nazar taslim bo'lmang, qo'ng'iroqni chalmang. Agar hayotingizda keskin ijobiy burilish yaratmoqchi bo'lsangiz, bugundan boshlang. Bugun to'shagingizni to'g'irlang. Bugun 2 oddiy vazifani rejangizga yozing. Bugun ishonchli insonlaringiz bilan aloqani mustahkamlang. Bugun sizni qo'rqitayotgan kichik bir ishni qiling. Bugun bitta qiyin vazifani tanlang. Bugun natijalaringizni yozib boring. Bir hafta shunday yashang. Keyin yozuvlaringizni o'qing. Shunda kichik harakatlar qanday katta o'zgarishlarga aylanayotganini ko'rasiz. Buyuk o'zgarishlar qahramonlikdan emas, oddiy ishni oxirigacha bajarishdan boshlanadi. Katta marralar, kichik g'alabalar, ishonchli jamoa, jasorat, sabr va taslim bo'lmaslikdan quriladi. Bugun siz nimadan boshlaysiz? Balki javob juda oddiydir. Avval to'shagingizni to'g'irlang, keyin hayotingizni. Agar bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'ying.
Kanalga obuna bo'ling, chunki bu yerda hayotingizni o'zgartirishi mumkin bo'lgan kitoblar, g'oyalar va saboqlar 10 daqiqada tushuntirib beriladi. Izohlarda esa yozib qoldiring, siz bugun qaysi kichik qadamdan boshlaysiz.